Akalar vaqtingizni olmaymiz. Sirasiz narxni aytamiz. 8950 dollar. 2020-yil Gentra mashina sotuvga qo'yilyapti. Mashinaga yaxshi balolar to'qib qo'yilgan. Mashina polni shumkada ekan. Hatto tomlagacha shumka qo'yib mashinani ko'p to'qib qo'yibdi. Salon holatlarini ko'radigan bo'lsangiz, salonlar yaxshi holatda turibdi. Zavodskiy chexollari ham yangidek. Hop, test monitor, pokoleniya gazli uстановка bo'lgan, bosayotgan masofasi tabloda 113 ming ekan, aka tekshirsam aka 213 ming chiqdi. Halol bo'lsin, 213 ming deb aytinglar. 213 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Tashqi holatlar hech qanday qiladigan ishlar yo'q, tashqi holatlar yaxshi holatda turibdi. Olib maza qilib foydalanishga tayyor. 50 partiya Namangan mashinasi. Kraska holatlarga keldigan bo'lsak, mashina rixtovka ko'ryapmiz. Ikkita eshikda yuzuk kraska bor ekan. Eshiklar bo'shamagan. Mashina orqa oldilari but-butun, xizmatga tayyor, sog'lom mashina. Olib maza qilib haydashinglar uchun aytib o'tganimizda 8950 dollar. Okalar, undan tashqari Telegram kanaliga o'tib aktiv bo'lib tursanglar, yaxshi mashinalar arzonga baraka ketyapti. Telegram kanalimiz linkini albatta profilimiz shapkasida qoldirganmiz. Vaqtingizga rozi bo'lsanlar, hammangizga rahmat.